bu nima ekan bu? Bola. Bola. Mana demak hurmatli obunachilar, Istanbul Eko markaziga 7 yillik bepushtlik bilan Jizzaxdan bemorlar murojaat qilib keluvdilar. Tekshirib ko'rganimizda xo'jayinlarning urug'ida jiddiy muammolar hamda o'zlarida follikullarning yorilishi bilan bog'liq muammolar borligi tufayli eko amaliyotini tavsiya bergandik. Eko amaliyotini qilganimizdan keyin ilk urinishda homiladorlik yuzaga kelganda, hozir esa biz sizlar bilan intertovushda ushbu homilalarni birgalikda ko'ramiz. Demak, mana bachadon. Mana bachadon ichida homila xaltachasi. Demak, mana bu nima ekan bu? Bola. Bola. Yurakchasi. Mana bunisi nimasi? Yurakchasi. Yurakchasi, uryapti yurakchasi. O'zi harakatlanyapti. Mana bu nimasi ekan? Oyoqlari. Oyoqlari, qo'lchalari harakatda. O'zi yurakchasini bitta birgalikda eshitib ko'ramiz. Mana yurakchasi uryapti. Alloh mahkamidan bersin, eson-omon qo'lingizga olib olish nasib etsin. Hozir hurmatli obunachilar, har bir farzand talabida bo'lgan bemorlarga mana shunaqangi baxtni tilab qolamiz. Alloh mahkamidan bersin, eson-omon qo'llariga olib olish nasib etsin. Salomat bo'linglar.